qishki shinalarni sotib olgan bo'lsangiz, u yozda erib ketishi mumkin. Yozgi shinalar esa qishda qotib qolib, stabillik yo'qolishiga sababchi bo'ladi. Keling, buni ortidagi fizikani ko'rib chiqamiz. Qishki shinalarning rezina aralashmasi ekstremal past haroratlarda ham o'z elastikligini saqlab qoladi. Gap shinalar rezinasi yupqaligida emas, ularning yumshoqligi haqida ketmoqda. Protektor geometriyasi ham yozgisidan farq qiladi. Qishki shinalar protektorlari ko'proq zinapoyalar va kesilgan qirralar bilan boyitilgan. Lekin bunday shinalarni 7 gradusdan baland temperaturada ishlatsangiz, sirti juda tez yedirilib ketadi va eriydi. Lekin aynan shu qishki shinalarni tanlashda ham mintaqa ob-havolarini inobatga olish kerak. Masalan, qishki shinalarni Yevropa yoki Arktik turlarga bo'lish mumkin. Farqi, Arktik qishki shinalar haddan tashqari sovuqda ideal bo'lsa, Yevropa qishki shinalari o'zimizning qishki mavsum uchun mos keladi. Dunyo standarti bo'yicha shinalar nam yuzada o'zini qanday tutishi o'ta muhim. Shuning uchun protektor geometriyasi suvni o'zidan samarali chiqarib yuborish uchun directional tipidagi protektor naqshidan foydalanadi. Yana bir yaxshi tomoni, bu naqsh bir tomonga o'ta tez harakatlanishni ta'minlaydi. Biz keyingi sonimiz uchun teaserni qoldirdik. Ya'ni protektor naqshlari aslida bugungi sondagi asosiy mavzu emas. Keyingi sonda directional, symmetric va asymmetric naqshlar farqlarini siz bilan ko'rib chiqamiz. Yanada ko'proq shina texnologiyalari qiziq bo'lsa, kommentariyada plus qoldiramiz.